Yozning issiq kunlarida hamma g'arq pishgan tarvuzlarni yeyishni yaxshi ko'radi. Tarvuz yeyish natijasida agar 30 kun davomida iste'mol qilinsa, organizmda juda yaxshi o'zgarishlar hosil bo'ladi. Foydali tomonlaridan biri bu organizmdagi ortiqcha suyuqliklarni chiqarib, qanchadir miqdor shishlarni kamaytirish boshlanadi. Ikkinchi 10 kunlikdan boshlab organizmda kerakli vitaminlar, kerakli suvlarga va kerakli antioksidantlarga to'yishi natijasida teri faoliyati yaxshilanadi. Bundan tashqari jigar funksiyalari yaxshilanadi. O't suyuqlashib, yaxshi qon aylanishi yaxshilanib boshlaydi organizmda. 3-10 kunlikda esa moddalar almashinuvidagi ko'p yaxshi o'zgarishlar bo'lganligi tufayli tana vazni kamaygani hisoblanadi va ancha yengillik hosil bo'ladi. Bu videoni tarvuzni yaxshi ko'radiganlarga jo'natib qo'ying.